вечер, уважаемые гости, дорогие дамы и господа. Изначально побудем всех наших гостей, кстати, своим же место и бурными овациями и аплодисментами встречайте звездную пару сегодняшнего сказочного нашего вечера. Встречайте жених и невеста Рустам и Саудат. Ваши громкие самаркандские овации и аплодисменты. Rahmatimiz yana bir bora barchamizga to'ylar, shodiyali kunlar, uzoq turgan kunlar tirishganda hurmatli bobojonlarimizga, buvijonlarimizga, ota-onajonlarimizga qutlug' va muborak bo'lsin deymiz. Endi hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar, biz barcha mehmonlarimizdan iltimos qildik, o'z o'rnlaringizni egallab olishingizni va biz hurmat va ehtirom ila Badiiy saqlamas markaziga mana shu fayzli, murodli dasturxonimizni chiroyli tarzda, chiroyli duolarda ochib berish maqsadida hurmatli bobojonimiz, Ablohul bobojonimiz marhamat sizni saqlamas markaziga gulroz qarsaylar sado asosida yaqinroq taklif etamiz va sizdan chiroyli ezgu niyatlarni, dil izhorlarini, chiroyli дуаларны birgalikda tinglaymiz. Сегодня действительно прекрасный день, долгожданное событие этого года. По сути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, сегодня мы собрались в этом прекрасном дворце, в ресторане «Амир», отмечаем день создания новой прекрасной семьи под красивым названием «Свадьба» двух любящих отец Рустама и Саудат. Мы из сердца от имени всех наших гостей, родных и близких, друзей, подруг, братьев и сестер, от имени дорогих наших родителей желаем нашим молодым счастья, счастья и еще раз огромного счастья. Qablasi Kaaba, ayyomi Juma, so'ragan mag'firat, istagan shafoat, zikri esa tasbih bo'lgan aziz dindoshlar. Assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar, mana shunday fayzli o'nlarda, yaxshi kayfiyatda azim Samarqand shahrimizning nuru gavharga aylangan Amir mazmungohiga xush kelibsiz deymiz. Kimlar o'tmas bu dunyodan, siz ham, biz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar, erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro tasbihmiz u, ummon aro hasmiz go'yo. Yaratganga ming bor shukr. Bugun barchamiz sog' salomatmiz. Samarqandcha qarsaklar izlaymiz hamda biz ishimizda ta'minli ravishda oshirdik. E'lon qilamiz qarsaklar sado asosida. Молодые, искренние, теплые пожелания поздравления, драгоценные подарки, прекрасные композиции сегодня звучат только и только для вас. Берегите, цените, уважайте, любите.